lokatsiyadan zo'r uchastka topib qo'yganmiz, mahallalarni ko'ryapsizlar. Janobi oliylari, sizlarni hozir ichkari bilan tanishtiraman qisqacha qilib. Bitta kuzatib, like bosib, yaqin insonlarga yer olaman deb niyat qilgan insonlarga tashlaylar. Shunaqa barakali joy bir etdi deysizlar mana. Janobi oliylari, mana yer maydonimizni ko'rinishi juda katta, kenglikda. Juda ham ajoyib joyda joylashgan. Lokatsiyalari ham juda zo'r, holari, pagodalari ayniqsa eng zo'r joyda ekan. Bunaqasiga 9,5 metr bo'lyapti, bunaqasiga 17-20 qilib beraman. Soqqasi bor odamlar bo'lsa 2 sutumi, 3 sutumi kelib gaplashamiz. Общий yer maydonimizni 5 sutudan iborat. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqqan joydan savdo qilib bemalol sotib olasizlar. Janobi oliylari, shunaqa zo'r lokatsiya ekan-ku, lokatsiyalari ham bormi? G'iyos Umarov 2-ko'prikdan shunda kirib kelganinglarda, poliklinikaga yetmasdan chap qo'lga burilar ekansizlar. Badalota degan qabristonimiz, o'shani oldidan o'tganinglarda 5-tor ko'cha ekan. Janobi oliylari, like bosib qo'ydingizmi? Narxlarini $7,200 dan gaplashib qo'ydim. Bunaqa baxt, bunaqa yer hech qayerda yo'q. Mana shu pasimizni o'zini aytishyaptiki, $12,000, $13,000 dan sutigini sotyapti deyishyapti. Lekin $7,200 ga 100% arziydi deb o'ylayman. Uylar, yangi mashinalar, xizmatlar bo'lsa, Ponni onlayn aloqadamiz.